Mana do'stlar, to'rlagan handalak. Xo'p, mana o'ylatgan yana ko'paydi, yanada ko'paydi. O'tgan marta 1,5 edi orasida, hozir yanada ko'paydi. Mana ko'ryapsizlar. Bo'g'ancha qo'ldan kelgancha dorini sevyapti hozir. Xo'p, ko'ryapsizlar mana. O'lgan joylari ko'p. Endi bu nima kasal? Anig'ini bila olmayapmiz. Mana palakning ahvoli. Ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar, bizni kuzatib borayotgan YouTube ahli. Bugungi videolarımizga xush kelibsizlar. Aziz aka-ukalar, o'tgan marta handalakni video qilgan edim 5 kun oldin. Rahmat hammalaringizga, o'zlaringiz fikrlaringizni bildirdilaringiz. Ko'pchilik aytdi, bunaqa dars sevish kerak, bunaqa dars berish kerak deb. Hammalaringizga rahmat. Ko'plar kommentariya zo'r yozdi. Minnatdormiz. Biz bugun yana kameraga keldik, ya'ni hozir apparat bilan dars bilyapti. Xo'p, 5 kun oldin video qilgan edik. Mana hozir to'rlagan handalaklar bor. Ko'pi to'rlab qoldi. Aka-ukalar mana ko'ryapsizlar, handalak to'rlab yotibdi. Yaxshi mana katta bo'lib qolgan. Mana bu yerda ham to'rlagan handalaklar bor. Mana bu yerda ham to'rlaganlar bor. Endi necha kunda pishadi? Endi uni bilmaymiz. Nasib bo'lsa pishishi bilan yana video qilamiz. Xo'p. Mana ko'rib turibsizlar palakning tastanasini. Kim bizni qayerdan kuzatyapti? Ko'pchilik aytdiki, bu O'zbekistondami bu degan aka-ukalar ham bo'ldi. Yo'q, bu O'zbekistonda emas. Adresni aytmadingiz degan aka-ukalar ham bo'ldi. Bu Tojikistonda. Tojikistonning Noxiya Do'sti Ishbek Sattorov kolxozida. Xo'p, 18-brigada. 18 deyiladi nomi. Mana shu yerda biz. Shu yerga ekkanmiz 1 gektar. Bu tarafda yana 1 gektar bor. O bir salafan edi. Onun ham palagi yaxshi, yomon emas. Onun ham tenaklarini ko'rsatamiz. Mana bu do'gali edi, do'gali handalaklar edi. Xudoga shukr, yomon emas. Mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi handalak. Qo'llab qolgan. Hammalaringizga rahmat. Like'lar bosdilaringiz, o'zlaringiz fikrlaringizni bildirdilaringiz. Gap yo'q. İnşallah biz ham sizlarga yaxshi videolar chiqarib borishda davom etamiz aka-ukalar. Mana aka-ukalar, agrovitamin dori sevyapmiz kasallik uchun. Mana ko'ryapsizlar. Inshaalloh yaxshi bo'lib qoladi degan umiddamiz. Mana. Xo'p, aka-ukalar mana bir salafan egilgan handalagimiz. Mana bu ham tiyib qolgan. Yomon emas. Hozircha kasallik yo'q bunda. Xo'p. Mana ko'ryapsizlar. Mana shunday tiyib qolgan. Mana. Bunga hali biron xil dori sepganimiz yo'q. Inshaalloh sevish niyatim yo'q. Mana. Hay, qo'ldan kelgancha ishlov berganmiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Inshaalloh dori sepmasdan pishishiga umid qilamiz. Mana ko'rdilaringiz. Hay, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar.